Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Birodarlarim, yaxshimisizlar? Dunyo tashviqlari bilan charchamasdan yuribsizlarmi? Bugun bir chiqish qilay dedim. Yana YouTube'da bu chet davlatga turib olib, chet davlatga o'tib olib, O'zbekistonni yomonlab, har xil fitna chiqaradiganlar chiqibdi. Yana bir savol javob bo'ldi ahlim bilan da'vo qilyapti ular. Nima emish? Demokratiya kufrimish. Allohning oyatdan hukm olmaslik kufr. Demokratik tuzum kufr, o'rda yashaydiganlar kofir deb bizni kofirga chiqaryaptilar. Endi bu narsani bu demokratiya jamiyat, bu davlat. Bunda yashalyapti. Buni boshqaradiganlar diniy ilmni bilmasligi mumkin. Lekin dinning ichida turib, o'sha ustozlar dinning ichida turib, shu Allohning oyatini, Allohning hukmini inkor qilish kufr bo'lsa, men hozir o'sha sizni da'vat qiladiganlarni, chetda turib olib har xil fitna chiqaradiganlarni, dinda kufrlarni aytib beraman. Butun o'sha ustozlari bilan qo'shib. Butun men Alloh uchun da'vo qilaman ulardan. Da'vo qilgan odam dalil keltirsin deydi, dalili bilan. O'zlari dinning ichida kufrlarni bartaraf qilishni o'rniga har xil bahona topib jamiyatni, davlatni yomonlashga o'tib ketdilar. Bir boshdan boshlaymiz. Alloh bildirgancha Bismillahirrohmanirrohim. Alloh Qur'onda firqalarga bo'linmang dedi. Firqa degani guruh. Guruhlarga bo'linmang dedi. Olimlar ikkiga bo'lindilar. Shia, sunnaga. Sunna esa yana 4ga bo'lindilar. Allohning oyati inkor bo'ldimi? Bo'lindingizmi? Alloh bo'linmang dedi. Bo'lindimi? So'rang ustozlaringizdan, nimaga bo'lindingizlar? Nimaga Allohning hukmini inkor qildingizlar? So'rang ustozdan, nimaga mana hukm inkor bo'lgan, nimaga Alloh bo'linmadi degan, agar ahli ilm bo'lsaydilar, nimaga bo'linib ketdilar? Bir dinda turmadilar. Mana bu dindagi birinchi hukmning inkori. Ikkinchi hukmning inkori, Alloh aytdi, namozni jahri ham o'qimang, maxfiy ham o'qimang, o'rtasini tanlang dedi. Yarimiz ominni jahri aytasiz, yarimiz maxfiy aytasiz. Hukm buzilyaptimi? Hukm inkor bo'ldimi? Mana bu dindagi ikkinchi kufri. O'sha ustozlaringiz bilan siz hozir ustozlaringiz o'shadan so'rang, o'sha ustozlaringizdan so'rang. Mana bu dindagi ikkinchi kufr. Uchinchi kufr. Mavlud oyida Muhammad sallallohu alayhi vasallamni sevishdi buyurdilar. Kim Muhammad sevmasa iymoni bo'lmaydi dedilar. Yo'q. Alloh sevganlar menga ergashsin deb ayting, ey Muhammad dedi Alloh oyatda. Sevishda Alloh sevishdi buyuring. Muhammadni emas, payg'ambarni sevishdi buyurmaydilar. Sevishda Alloh sevadi. Yagona muhabbat Allohga nisbatan bo'ladi. Mana shu Muhammad sallallohu alayhi vasallam sevishga buyurishingiz dindagi 3-kufr. 4-kufr. Shafaatni Muhammaddan sallallohu alayhi vasallam so'radi. Shafaatchimiz erta qiyomatda bizga shafaatchi bo'ladi deydilar. Yo'q, sizga erta qiyomatda shafaatchi Alloh izn bersa bo'ladi. Alloh men xohlagan ishimni qilaman dedi. Xohlasa izn beradi, xohlamasa izn bermaydi Alloh. Allohning nomidan gapirmang. Siz bilmaysiz Alloh izn beradimi, bermaydimi ertaga. Shafaatni Allohdan so'rang. Mana bu shafaatni Muhammaddan so'rashingiz Muhammadga sig'inishingiz bilan barobar. Nimaga deganda Alloh aytayaptiki, but sanamga sig'inadiganlar ham deyapti. Erta qiyomatda bizga shafaatchi bo'lar ekan deb sig'inadi deyapti. Siz but sanamga emas, payg'ambarga sig'inyapsiz. Payg'ambarga sig'inilmaydi. Shafaatni Allohdan so'rang. Mana bu dindagi 4-kufr. 4-hukmning inkori. 5-hukmning inkori. Alloh aytdi, zarra borki meniki dedi. Yaratuvchi Alloh, hamma narsani Alloh yaratadi. Bandani vosita qilib yaratadi. Qanday yaratadi? Alloh bir insonni tanlaydi va o'sha insonga ilm beradi. O'sha men avtomobil deb o'ylasa, shu avtomobilni yaratish ilmini beradi. Ilm meni huzurimda dedi Alloh. Dunyoviymi, diniymi ilmmi Alloh huzurida. Alloh insonni vosita qilib bir nimani yaratadi. Siz Alloh qolib bandasini ulug'laysiz. Buyuklarimiz, ulug'larimiz, olimlarimiz deysiz. Bu sifatlar Allohniku. Alloh ham buyuk, bandasi ham buyukmi? Alloh ulug', bandasi ham ulug'mi? Alloh olim, bandasi ham olimmi? Qur'onda Alloh 2 marta sizni sinash uchun kinoyalik qilib olim sifat berdi sizga. Olim bo'lsalar bilmaydilarmi dedi. Alloh sifat bilan bandasini sifatlashingiz mana bu dindagi 5-kufr. Siz o'ylaysiz Ibn Sinoga meditsinani kim bildirdi? Alloh. Al-Xorazmga nonni bildirgan ham Alloh. Mirzo Ulug'bekka yulduzlar jadoni bildirgan ham Alloh. Alloh, ilm Allohdan keladi. Ulug'lamang Alloh sifatini, erta qiyomatda javob berasiz. Mana bu dindagi 5-kufr. 6-kufr.
Alloh aytdi, maqomi Ibrohimni namozgoh qila oling dedi. Maqomi Ibrohim ikkita oyoqlar orasida 10 santimetrgacha qo'yib, kamtarin hovlizda keling namozga dedi. Buysingan hovlizda keling dedi. Ya'ni kallangizni ham qilib kallangizni ezib ta'zim bilan namoz o'qib, ta'zim bilan chiqib keting. Hozir oyoqlar orasini keng yelka kengligida qo'ysa ham bo'ladi debdilar. U yelka kengligida oyoqni qo'yib kamtarin turib bo'ladimi? Siz namozni nima uchun o'qiysiz? Allohning roziligi uchun o'qisangiz, Allohning roziligi uchun o'qiladigan namoz Alloh aytganday o'qing. Maqom Ibrohimni deydilar 2 rakat nima deydilar, Ka'bani oldida namoz o'qishni buyurdi, sunnat namozi buyurdi Xudo deydilar. Xudoning buyrug'i sunnat bo'lmaydi, Xudoning buyrug'i farz. Bu mana shu hukm biz uchun. Kamtarin turgan odam oyog'ini orasini 10 santimetrgacha qo'yib turgan odamni turishi kamtarin turish bo'ladi. Oyog'ini yelka kengligida qo'yib, gavdani tik saqlab namoz o'qisangiz, u kamtarin turishga kirmaydi, buysunishga kirmaydi. Buysunib kallangizni egib chiqib keting namozda. Namozda agar Allohga ehtiyoj bo'lsa, ehtiyojmand odamday turing. Illo gunohkorsiz, gunohkorda turing. Allohning quli bo'lsangiz, qulman deb turing o'zingiz namozda. Xohlaganingizda turib namoz o'qiganingizda Alloh yana vallohu alam bu qabul bo'lishi qiyin. Mana bu dindagi 6-kufr. 7-kufr. Alloh aytdi. Ularga, sizga dedi. Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytdi, sizga nozil qilingan narsa Qur'on va sizdan oldingilarga nozil qilingan ilohiy kitoblarga iymon keltiramiz deb aytadilar-ku deydi. Aytasiz. Tavrotga, Injilga iymon keltirdik deb aytasiz. Hukm so'rab Tavotga borishlarini ko'rmaysizmi deyapti. Bu nima degani? Bu degan nimaga Qur'onda yo'q hukmni Tavrotdan, Injildan qidirmaysiz deyapti Xudo. Mana bu Tavrot Injilda hukm olmas, o'tam ishtihoddan kelib chiqamiz, rivoyatlardan ishtihoddan kelib chiqamiz, bir nimalar deysiz. Iymon keltirdik deb aytasiz-ku Tavrot Injilga. Nimaga o'qib ko'rib hukm bob yo'q, hamma oyatdan bilim buzilmagan bu yerda. Qur'onda agar Tavrot ilmni boshi Muso, Tavrot, o'rtasi Iso, Injil, oxiri Qur'on. Muhammad. Alloh hujjatni to'liq qildi Muhammad bilan dedi. Qur'onda ham, Tavrotda ham, Injilda ham hukmlar bor. Faqat ustozlarimiz o'sha sizga o'rgatgan ustozlar buni o'qishga qo'ymaydi, o'qimanglar buni adashib ketasizlar deydi. Chunki o'zlari ham bilmaydi, ilmi yo'q. Mana dindagi 7-kufr. 8-kufr mana o'tgan safar ham aytdim. Allohga, payg'ambarga va o'zingizdan bo'lgan boshliqlarga itoat eting dedi Alloh. Biror narsada tortishsangiz, agar qiyomatga iymon keltirsangiz, qiyomatga qoldiring dedi. Qiyomatga iymon keltirasizmi? Alloh qiyomatga iymon keltirsangiz, qoldiring qiyomatga biror narsada tortishsangiz deyapti. Siz shu dunyoda kam tortishyapsiz. Qiyomatga qoldirmayapsiz. Qiyomatga iymoningiz yo'qmi? Mana bu dindagi 8-kufr. Itoat etmaslikka buyurishingiz. 9-kufr. Alloh yashab yurgan yurtingda dedi. Ibodatga ruxsat bersa, o'sha yurt odamga yaxshilik qil dedi. Yaxshilik qilsang to'ymaydi san dedi. Hatto namoz o'qimaydigan odamlarga ham yaxshilik qilishni buyurdi. Mana shu bizning davlatda yaxshilik qilishni buyurdi. Ibodatga ruxsat berilgan yurt shu bizning yurt. Siz yomonlik qil deb da'vo qilyapsiz. Bular kofir, bularni o'ldir deb yomonlik qil deyapsiz. Alloh yaxshilik qil deyapti, bu yomonlik qil deyapsiz. Mana bundagi 9-kufr. 10-kufr. Alloh aytdi, ularga payg'ambar bilan jihad qiling deb oyat tushirilsa dedi. Jihad payg'ambar bilan bo'ladi dedi. O'zingizdan soxta payg'ambar yasab, jihad qilishga chaqiryapsiz. Payg'ambar bilan vahiy bilan bo'ladi dedi. Jihad yana din uchun bo'ladi. Alloh yo'lida yurishda qo'ymasa, poshsho o'sha yurtda bo'ladi jihad. Biz yurtda hamma Allohning izniga yurishiga yo'l berilgan-ku din uchun. Mana bu dindagi 10-kufr, 11-kufr. Alloh mana kalomimni aytsangiz haq so'ramang dedi. Oyat sotishga hukm bergan kuningizdan boshlab shaytonga ergashib ketdingiz. Chunki pul bor joyda nafs bor, nafs bor joyda shayton bor. Alloh kasb qilish, har erkak, har ayol o'z kasbidan ulush oladi dedi. Payg'ambarlar kasb qilgan. Nimaga siz ustozlaringiz kasb qilishni buyurmaydi? Nimaga oyatni indamay sotib, oyatni aytib pul olganingizga qarab, indamay shapak sholib o'tiribdi qarab? Nimaga buni kufrligini aytmaydi? Ollak, mana shu uchun ollak dinning ichidagi kufrni bartaraf qilishga harakat qiling. Behuda umringizni ketkazmang. Har bir narsa vaqtincha bu dunyoni, mana bu dunyoni muammosi, bu dunyo borlig'icha, butun borlig'icha Allohning nazdida bir pashshani qanotchalik qadri yo'q. Shu dunyo uchun tortishib urishib talashasizmi? U dunyodan umidingiz yo'qmi?
u dunyo uchun harakat qiling. Allohning oyatlarini kufrni bartaraf qilish uchun. O'zingiz dinning ichida turib kufrda turibsiz-ku, yana kimdir kufrda ayblaysiz. Xuddi Isoning kitobida, Injilda yozilganda Iso aytadi: "Bir hamsiyani ko'ziga bir cho'pcha kirsa, vahima qilib dodlaysan" deydi. Lekin o'zingning ko'zingga deydi, bolor kirgan, uni bilmaysan deydi. Xuddi shunday bo'lib qoldi. Davlat bilan dinni qo'shib tashamang, siyosat bilan. Bu narsani Injilda Isoga ham bir hukm, Isodan ham so'radilar. Iso dedilar, Qaysar degan bir Rim bosib olganida, Iso alayhissalom yashagan davlatda Rim bosib olganda, o'sha bir Qaysar degan hukmronga tovon to'lardi o'sha Iso alayhissalom yashagan yurtdagilar. Ular so'radilar Isoni sinashni. Iso dedilar, mana shu bosolgan Rimliklarga, Qaysarga tovon to'lashimiz to'g'rimi, noto'g'rimi dedilar. Iso aytdi, dinorni ko'rsating menga, dinorni ko'rsatdi. Kimning rasmi bor dinorda dedi. Xalq aytdi, Qaysarda dedi. Qaysarning haqqini Qaysarga bering, Alloh haqqini Allohga bering dedi. Hukm shu. Siz dindagi kufrni yo'q qilishga harakat qiling. Qo'ying bu dunyoning tashvishlarini. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.